Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 12 oktyabr 2025-yil. Men hamma tanigan assalomu alaykum va rahmatulloh. Odil akani oldilariga keldim. Qirg'iziston No'qatdamiz, Odil aka? No'qat Qirg'izistonning No'qat rayoni bizniki. Ha, No'qat rayoni. Qora Turpoq ayli deb aytadilar. Ha, Qora Turpoq ayilidamiz. Inshaalloh men bozorda Odil akani ko'rib iltimos qildim. Shu agar otlar bo'lsa deb. Yo'q, biroz gapimga yo'q demadilar. Rahmat Odil aka shunga. Shunchalik sotiladigan puli to'g'ri kelsa sotiladigan otlar bor deyaptilar. Telefon nomerlarini ekranda bo'ladi. Qo'ng'iroq qilaverasiz. Hozir 5 yasharga to'lib, hozir 5 oylik o'tdi. Ha. Oyda 5 ga to'lgan. Ha, 5 ga to'lgan, ha? Bu yog'i 6 ga xudo xolasa. Ha, 5 ekan. Bo'yi 1.84. 1.84 katta ekan, maşallah. Ulog'i hamma yo'qi pishgan. Ha. Ularga kirganmi Odil aka? Ha, uloqqa kirgan. Kirgan, ha? Uloqda Maşallah. ulardan odam bo'lsa majburiy kelib ulog'ini chopib ko'rib oladi. Ha, ha, ha. Mana shunday qurib berib olmaymiz. Maqtanib. Ha. Bu otlarda hozir biz 4 yildan beri o'zimizni mana yemni berib, hozir yemni o'sha aytgan me'yorida yeb bitdi bular. Ha, ha, ha. Misol otni 3 yil boqqanda ot o'sha odamga mos bo'lib, o'sha aytgan ishlarni qiladigan bo'ladi-da. Ha. Endi hozir bu otlar ularni o'sha aytganda qilib chopib, aytganda joyiga boradi. Yeb ichishini odamga hozir do'st bo'lib bitgan. Ha, ha, Xudo ha. xolasa. Inshaalloh. Laqabi nima Odil aka? Buni laqabi nima? Qirol. Qirolmi? Qirol. Ha, qirol, ha? Qirol. Qirol. O, maşallah. 1.84 dedingizmi? 1.84 bo'yi. Maşallah. 5 yosh 5 oylik deyaptilar, ha? Shunaqa. Zoti qanaqa Odil aka buni? Ha. Zoti? Parodasi? Zoti bu smeshinni. Smeshinni, ha? Avlod bilan nima bo'lganda? Ha, ha, ha. Bularga yig'inga kirishlari suvdaga kechadi yig'inda. Maşallah. Aytgan joyiga boradi. Aytgan ishingizni qiladi. Yevoshligi o'sha odamga o'zi moslashib qolgan, mana yevoshligi molga, odamga hammaga bir xilda. Ha, 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 ha. Qayt. Mana. Bo'yi rosa baland ekanligi. Mana o. Jonivor Maşallah. gapingizga kiradi. Nima desangiz gapingizni ham quloq oladi. Mana. Mana. Xudo xolasa 3 saraton 3 chillarni to'la yemini yeb bitdi. Hozir bundan yem berish o'sha 4 kilo 5 kilo berib choparadi. ha, ha, ha. Saraton chillarni yemini yeb bitgan. Yil hozir mana sovutyapmiz. Sovutganimizga ham bir oy oshdi. Maşallah mana. Qanchadan yem yedi? O yozda 17 kilo yedi. O, Saraton maşallah. Rosa yiri ot. 6 kilo yeydi. Hozir, ha? Arpa bilan sovutyapmiz. Ha, 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 ha. Bir kunda 12 kilometr, 16 kilometrgacha yuryapti hozir. Kuniga? Bir kunda. Ha. Minalar. Maşallah mana tayyor ot so'raganlarga. Yiri ot bo'lsin deganlarga. Odil akam o'zlarida. Qo'li hamma yo'g'i sog' xudo xolasa. Ha, ha. Qur'oniga yaxshi. Inshaalloh. Mana tayyor qilib qo'yganmiz. Buni haligi Samarqandlik bir yigit bor, shu yigitga deb toyligidan boqqanman. Ali Fazipida. Ali yigitni oti nima edi? Murodjon Fayziy. Ha, Murodjon Fayziy. Xudo xolasa nasib qilsa shu odamga sotaman deb boqqanman. Bu odam otni qadrlaydi. Otni qadriga Ha, ha, yetadi ha. bu odam. O'shuning uchun hali buni sotaman deb bir oyga bir ko'chaga olib chiqib, yo uloqqa olib chiqib sotiladi. So'raganlarga ham yo'q sotilmaydi deganman. Ha, ha, ha. Ikkitasi baho aytganda sotmayman degan narsaga baho aytma, pul gapirma deganman. To'g'ri, to'g'ri. Endi shu Murodjon Fayziy degan yigit bor. Shu ta'birini eshitganman, ehsonli yigit ekan. Xudo xolasa shundan nima qilib turib, endi bir yil Xudo xolasa liboy uloqqa solib ko'rib sotiladi. Bu sotilmaydigan narsani o'zim mayli. Inshaalloh, inshaalloh. O'zim otvozman. Yoshligimdan shu otvoz oilada tug'ilganman. Ha. Yaxshi otni har yili bitta ikkitadan ot sotaman. Hozir bunga sherik qilib bir ot ushlaganman. U ham hozir 4 yil oldi. 3 yil o't yem yegizib sotaman. Bunda hollarda xafa bo'lgan joyi bo'lmagan. Ana. Odil akani hamma ko'pchilik taniydi. YouTube'larda ham juda ham ko'p prosmotrlar yig'ganlar, taniganlar bo'lsa
Qirg'iziston Novqat rayonidamizni Qora Turpoq degan joyida, Ayilda. Va 5/5 184 ga laqabi qirol Samarqandlik Murodjon Fayziyev otvoz akamizga mo'ljallangan otini ko'ramiz. Endi yo'q demaganligingiz uchun rahmat Odil aka. Shunda mayli ko'rsataman dedilar. Biroz o'sha bozorda ko'rishdikda. Toshkentdan meni otimni atab kelibsiz, o'sha sizga ko'rsatyapman. Bu otni bir sotaman deb birovga ko'rsatganim ham yo'q shunaqa. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh deb qo'yasizlar, xudo xolasa. Telefon bo'ladi ekranda. Odiljon akaning telefon raqamlari bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Yog'ini o'zingizlar bilasizlar, gaplashasiz. 184 rosa katta otlarga. 5 yashar tobida yetilgan deyaptilar. Mashalloh.